Assalamualaikum. Qarindoshlar, hozirgi vaqtimiz xayrli bo'lsin. Bugun siz olgan darsimiz nima bo'lsa, to'rbet yasash va layilashni to'g'riliq so'zlaymiz. To'rbet yasash va laylash programma tillari bor. Bu programma tillari qaysilar desanglar, mushat ko'rsatib qo'ygandan hammasini programma to'rbet yasash qo'llanamiz. Masalan, HTML5, PHP, CSS3, ya'ni 3, CSS3 degandek. Bundan keyin JavaScript buni bilasizlar, Java'ni bilasizlar. Balkim anlam bo'lishi mumkin. Mana Ruby bor. Undan keyin Visual Basic bor. Visual Basic deganlar bor. Undan keyin Safety bor. Safety. Undan keyin Python, mayin qilsana Python bor. Undan keyin C bor. Undan keyin mana Arduino deb. Arduino deb tursa keyin. Undan keyin C++ deganlar bor. Endi bizni o'rganmoqchi bugun bu to'rbet yasashda va laylashda o'rganganimiz qaysi o'tsanlar HTML5 bilan C++ va HTML5 ni o'rgandik. Agar to'rbet yasash va laylashni o'rganmoqchi bo'lganlar bo'lsa, qanimiz erishib olsa, foydalanib qolsa bo'ldi. Endi HTML5 degan nima? Men har qanday bir nima o'rgansam, bunanga o'zi ta'bir berib olaman. Ta'birini bilib olmasam, o'zim o'rganganim bo'lmaydi. Shuning sizlarni tavsiya qilaman agar xohlasangiz. HTML desa, HTML degan nima u? Bilishimiz. Endi zag'irna tili bo'yicha aytganda, HTML bo'lsa, xetma-xet tarjima qilsa bo'ladi. H degan gap hyper degan gap, yuqori saviyada degan gap. Undan keyin text degan gap, T degan text degan gap. M markup degan gap, markup. L language degan gap. Ya'ni buningki HTML'ninki to'liq nusxasi hypertext markup language deganki qisqartirilmasi hammasining bosh harfini ilgan HTML. HTML degan nima ekan sana zag'irnan tilda yuqori saviyadagi yoziq ifodalaydigan til deb sanaladi. Yuqori saviyadagi yoziq ifodalaydigan til. Odatda tabiiyki bu shu to'r yoziqni ifodalaydi. Undan keyin HTMLning asosiy qurilmasi qanday bo'ldi desang, HTMLning qurilmasi mushalasini ko'rsatib qo'ygandek shakl bo'lingan. Doctype degan nima degan gap sana document type degan gap. Document degan gap hujjat degan gap. Hujjat. Endi type degan tip degan gap. Tipi. Xili degan gap. Document type degan gap hujjat tipi bo'lsa HTML deydi. Endi har qanday bir to'rbet mushu nimadan qutlanmaydi. Yani erken HTML kullanılan to'rbetlarning hammasi mush qurilmadan qutlanmaydi. Mush qurilmani yozmay turib HTML ishlatib boshqasini qilolmaysiz degan. Shunga HTMLniki jozisi qurilmasi mushu bo'ldi. Buning ichida ham nurg'unlar bor. Asos qurilmasi mushu. Buningki HTML kirish qismi. Yani buning albatta kirgandan keyin buning chiqish qismi bo'ldi degan. HTMLdan kirislar en oxirgi HTMLni taqab chiqamiz degan. Yani en oxirgi qarasanglar chiziqcha HTML bilan taqash belgisini bildirgan. Har qanday buyruqni bozgan vaqtda kirish, chiqish bor degan. Kirishni yozsalar, undan keyin chiqishni yozsangiz u buyruq ishlamaydi degan. Masalan, mush HTML bir to'rbet yasadingizda HTMLda. Buning ichiga nurg'un bir nima yozib o'tdinglar. Ammo en oxirgi HTML taqashni unutib qoldinglar. Hech to'rt xetni, ya'ni siziqcha bilan 5 gapni 5 tal bir nimani unutib qoldinglar. Qanday bo'ldi? U to'rbetinglar ishlamaydi degan, ya'ni ko'rinmaydi degan. Qiyomalarimiz nol bo'ldi degan. Shuni kirish qismi va chiqish qismi eng muhim degan. Endi buning kirgandan keyin buning yana hadi qismi, ya'ni bosh qismi va ming qismi asos qismi deb ataymiz buni. Asos markaziy qism va undan keyin body qismi gap, asos gavda degan. Asos gavda. Yani baş ve beden deyince. Bir adamın beşi ve o adamın bedeni de düşünseniz. Yani bu baş kısmı ne yazmaz? Baş kısmı torbetinin temisini yazmaz deyince. Torbetinin temisini yazmaz deyince. Onun için torbetimizde kullanılan tilin tiplerini yazmaz deyince. Mesela Xitay tili kullanıldık ya ki İngiliz tili kullanıldık ya ki başka tili kullanıldık deyince. Tabii ki yok. Onun için bununla yana torbetlarınki
ulanışlarını yazılgan. Mesela JavaScript'nin ulanışını yazılgan, C++'ın ulanışını yazılgan, eğer C'ni kullansanız C'nin da ulanışını yazılgan, Python'ni kullansanız Python'un ulanışını yazılgan. Bunun kendin her xil sosyal medyanın linkleri var, ulanışları. Aşağıdan yazsan aşağıdan linklerini yani torbet adreslerini yazılgan gibi. Bu torbet yüzüde görünmeydi bu. Torbet yüzüde görünmeydi yüz bu. Endi keldik. Haddan kirdik. Haddan chiqadigan vaqtda mush hadni yazmasanlar, sizlarninki o hadning ichiga, ya'ni boshqasining ichiga yozgan narsalarning hech qaysi ishlamaydi. Bu had bilan kirib, had bilan chiqmasanlar, sizlarninki had qismi yozgan narsalarning hech qaysi ishlamaydi. Quruq noldan bo'ldi. Chunki kirsizlar, undan keyin chiqsin deydi. Eng oxirchi badiy qismi keladi deydi. Badiy qismi eng muhim qism. Ya'ni shu sizlarninki to'r bitinglarda ko'rinma yuzning hammasi mush badiy qismidan chizildi. To'r bitinglarda nima ko'rinsa, bir tal chekib ko'rinsimi, mush badining ichiga yozildi. Badining ichiga yozilmagan narsa hech qaysi ko'rinmaydi deydi to'r yuzingda, to'r bitingda. Shunga hamma narsa mush badining ichiga yozildi. Badiningmi, ya'ni bosh qism, badan qismi ma'no hech shu badi degan badan degan men uyg'urcha bu badan qismi deb oldim yana. Unda emas deb xato tushundim. Yani o'zim tushungan bo'lsin deb bunda. Undan keyin body qismi, buning kirish qismi va chiqish qismi bor endi. Agar kirishni yozib, chiqishni yozmasang, buning yozgan narsalarning hech qanday hammasi noldan bo'ldi. Ya'ni hech qanday ishlamaydi degan gap. Noldan bo'ldi degan gap yo'q bo'ldi degan gap emas. Baş görünüm yüzü hech qaysi ko'rinmaydi degan gap demoqchi. Undan keyin bodyga kirdik. Bodyga kirgandan keyin ekraningizda ko'rinma yuzlarning, ya'ni to'r bitinglarda ko'rinma yuzlarning, ya'ni sizlar ko'ringan narsalarning hammasi bodyga yozilgan. Endi bularning nurg'unlari bor degan gap. H1, H2, H5 deganliklar, undan P1 deganliklar, HD, ST deganlar, undan keyin span deganlar, input deganlar, nurg'un narsalar bor degan gap. Bularni asta-asta o'rganamiz degan. Men asosliqi P ni qo'yib qo'ydim. P degan shu paragraf narsa degan. Masalan, bir maqola yozgan vaqtingizda mush P ni echib, undan keyin ichiga yozib, P ni taqmasanglar, u maqolani ko'rinmaydi degan gap yana. Ko'rinmaydi. Shunga P ni yozsanglar, uning ichiga maqolaning abzas ayirib yozmaysanglar, mush P ni necha qo'llansanglar bo'ladi degan gap. Agar unda qo'llanmaymi, yozg'ini bo'ldi. Nurg'un usullari bor degan gap. Buni asta-asta o'rganamiz degan. Undan keyin shu badinasiga nurg'un narsalarni yozib bo'ladi degan gap. Shu to'r bitimizning boshliq qismi, eng beshilik ustki qismidan eng oxirgi folder qismi deymiz, eng oxirgi oyoqlash quyruq qismi. Ashlarning hammasini to'liq yozib bo'lgandan keyin eng oxirgi badini taqaymiz. Badini taqqandan keyin uning keyin nimani taqaymiz? HTML taqaymiz degan. Eng oxir eng besh nimadan kirgan to'q? HTMLdan kirgan to'q. Chiqadigan vaqt nimadan chiqamiz? HTMLni taqib chiqamiz degan. Bu misol to'r bitim ishlamaydi degan. Shunga asosli qurilmasi mush bo'ldi. Qolganini endi to'r bitimizni ko'rib qolamiz. Google nim deydi qo'ying bularga. Google'dan bir izlanib qoling. Endi Google'dan izlab qilsa, Google nim deydi qani bularga. Aslında deb yozamiz, what is the HTML deb yozamiz. Izlab tayyorlab qilgan. Shu to'g'ri chiqdi bu. Yuzligini chiqdi. HTML5 degan nima bo'lsa, endi Wikipedia'da izlab baxsangiz, o'zing xohlagan izlab baxsangiz, Wikipedia'da izlab baxsangiz, agar inglizcha bilmasangiz, matripni asli tushunsangiz, men nurg'un tillar bor degan. Arab tili, ingliz tili, boshqa tillar, yana yapon tili va urdu tili, hatto turkcha bor degan. O'shalarni izlab topsangiz bo'ladi degan. HTML Wikipedia turkcha deb baxsangiz chiqadi degan.
Bunun kendi bu HTML degan nima ekan qarasanglar, HTML deganimiz hypertext markup language. HTML bo'lsa standard markup language bir bu o'lcham, ya'ni yoziq ifodalaydigan bir o'lcham. Nima uchun? For uchun. Document describe design, ya'ni hujjatlarni laylash. To be display, ya'ni ko'rinishni ko'rsatish. In a web browser, ya'ni ko'rguvchilarga ifodalab ko'rsatish uchun qo'llanilgan yoziq o'lchami. Yoziq ifodalaydigan til til o'lchami degandek. Debdi. Yani buni o'zinglar ko'rib olsangiz bo'ldi. Buning HTMLning hozirgi yangi nusxasi HTML5 ninki ko'rinma, ya'ni logosi, resmi ma'lum bu shu. Yani bunun bu yoqda ostida aytsanglar HTMLning tarixlari bor. HTML1, HTML version timeline deb eng boshda chiqqanlar. Uning keyin HTML2, HTML3, HTML4, HTML5. Hozir ishlatayotgan HTML5. Uning keyin bu HTMLni hesab chiqqan odam shu ekan. Uning keyin HTML qachondan tortib barliq kelgan sana 1995-yilda barliq ketdi ekan. HTML2. Uning keyin 1997-yilda HTML3 barliq ketdi. HTML4 bo'lsa 97-yilda shu yilni yana aktivlashtirib, ya'ni yuqorilab. Uning keyin 98-yilda, 99-yilda, 2000-yilda, eng oxirgisi 2014-yilda kelganda HTML5 barliq ketdi. Buni hozir ishlatayotganimiz HTML5 degandik. Qolgan ishlasang bo'ldi. Endi hozirgi HTML1, HTML ishlasang bo'laverdi. Endi hozir qimmatlashmasang HTML5 ni ishlasang bo'ldi endi. Buni bursa, yana boshqa XHTML deydiganlarim bor endi. Bularning o'zi tushliq alayliklari bor, kamchiliklari ham bor endi. Uning keyindan HTML'ninki bu logosi shu. Men ko'rsatib logo of HTML5 deydi. Ya'ni HTML5ninki logosi degan. Ya'ni ko'rinadigan yuzi deydi. Ko'rinma resim degandek. Uning keyin HTML'ninki qurilmasi bu shaklda bo'ldi. Doc type HTML, HTML arch, head arch, uning keyin title, head taqa, uning keyin body arch, uning keyin uning ichiga nurg'oyadi body taqa. Ya'ni achimiz taqaymiz demoqchiga, men qisqartirib HTML taqash deb oxirida mush shaklda bo'ldi endi qurilmasi. Buniki nurg'un narsalar bor. Head qismi nima yozamiz, ularga nimalar ishlatamiz. Uning keyin buning ichiga nurg'un H1, H6 ga ochib o'tadi. H1 degan gap sani xetninki cho'nqichiligini belgilagan, xetning size-ni, ya'ni cho'nqichiligini belgilagan. H1 degan gap eng yuqorisi. H6 degan eng keyin. Bularning so'zlari bor. Uning keyin cho'mayadi P degan ifodalaydi, BR nimani ifodalaydi degandek, int degan nimani ifodalaydi degandek. Buni asta ko'ryapmiz endi. Endi bizning yana o'rganmoqchi bo'lganimiz nima bo'lsa, bu HTMLni yozadigan nima deyazmaymiz? Nima deyazmaymiz endi. Men asosliq ishlatadiganim HTML kirgizishlardan qaysini ishlataman desanglar, men atom deb qo'yman, atomiy deb qo'yaman, atomiy. Shunday yozsam bo'ldi. Atomiy. Men buni atom deb o'zimning tilga aylantirib olgancha buni. Atom deb ataymiz. Siz atom desani bo'ladi, atomiy desani bo'ladi. Atom degan mushni ishlataman, buni logosi, rasm, ko'rinishi mushu. Bu agar ishlatmoqchi bo'lsanglar, download atomiy deb yozsam bo'ladi. Undan boshqa yana qaysilar bor desanglar, nurg'unlar bor degan. Masalan, men astra tutsanglar, chekib qolay. Mana yana men o'zim yoqtiradiganlardan yana birisi sublim text degan ma'lum bor degan. Buni shu HTML kirgizishni ishlasam, men hozir ishlatayotgan atomiy bilan mushikni ko'proq ishlatmayman degan. Mushikni ko'p ishlataman. Hozir o'rganyapman men. O'rgangan narsalarni o'zim kanalga yo'llabman. Shu bu iliqi professional degan maxsus to'rbet o'g'itadigan emas men. Faqat o'zimning o'rganganlarini boshlig'i tushunishli qilib uyg'urcha kanal qo'yib qo'yishni maqsad qilgan men. Agar o'rganmoqchi bo'lsangiz, meni kanalga qo'yasiz bo'lgan. Endi sublim text degan buni kirgizish, men amroq kirgizishlardan birisi. Uning keyin yana bir men amroq kirgizishni qaysi bo'lsanglar, Notepad. Notepad++. Bu ya'ni
Atomy, Sublime Text, andın Notepad++ şu. Bu hazırki insanlar var. Hazır köp torbet yasaydigan insanlardan içinde qo'llanishchanligi juqurlar bo'la. Mening nazarimda juqur deb qarayman-chu, endi boshqalarning nazarida qanday bo'lishi o'ziga bog'liq endi. Sen Atomy, Sublime Text, Notepad++ deganda ko'p qo'llanadi deb qarayman endi. Qolganlarim bor deyman. Masalan, Visual Studio Code deganlar bor, uni keyin Chrome deganlar bor, uni keyin Microsoftning bor degan gap Visual Studio, uni keyin Googlening bor degan gap, qolganlar nurg'un degan gap. Şuna agar sizlar qaysini xohlasanglar shuni qo'llansanglar bo'ldi degan gap. Sublime Text 2 deganlar bor, Sublime Text deganlar bor, Atomy deganlar, Notepad++. Men tavsiya qilganim Atomy, Sublime Text, Notepad++ ni tavsiya qilaman. Qolganini o'zinglar qilsangiz-da. Bu demsa bugunlik o'sha qolgan men yasagan to'rbetli undan keyin darsimiz bugun bo'lgandan keyin men ikkinchi qatimda qaysi to'rbetni yasaymiz shuni shu yerdan tortib boshlaymiz. Men yasagan o'zim yasagan to'rlardan bugun yasagan chiqtal to'rbetim bor. Shuni mush darsimizda yasab chiqamiz birlikda. Agar xohlasanglar birlikda bu ishni boshlab ketamiz. Bu demsa kelar qatim ko'rishaylik. Xo'sh, salomat bo'linglar.